Yangi mashina oldim. Birinchi bo'lib do'stlarim tabriklashdi. Bular meni bolalikdagi do'stlarim. Meni kim tanimadim. Mashina olishga endi yaqin bo'lamiz. Haqiqatga boramiz, oyi. Magazinga? Mashinang bo'lsa, onang seni hamma joyga sudrab yuradi, maqtanish uchun. To'xta. Hozir qo'shnilar chiqadi, mashinangni ko'rsang keyin yuramiz. Shoshilyotgandik-ku. Shoshma, ko'rsang keyin yuramiz dedi. Oyi, ketamizmi? Nima jim turgin, nima hech kim chiqmayapti, nima o'lib qolgan hammasi? Mashinang qani? Parkovga qo'yib keldim. Nimaga parkovkaga qo'yasan? Menga olib kelib qo'y, hamma ko'rsin, qo'shni ko'rsin, qarindoshlar ko'rsin. Borabga. Nega qara? Salafarni nimaga yulding? Bir hafta bo'ldi-ku. Voy, men hali mahalladagi kampirlar gruppasiga video tashlashga ulgurmagandim. Mashina oldingmi? Endi hamma do'stlaringni uyga olib borib qo'yishing kerak. Mana shu yoqqa tashlab ket. Keldik, tush. Yur. Haqqa yuraman, o'yin oldiga keldik-ku. Ichkariga olib kirib qo'y. Tush. Vaqt o'tib mashinada sezilarli xarajatlar boshlanadi. Mashinang qani? Mashina ham bitta oila ekan. O'ziga yarasha xarajatlari bor ekan. O'shanga hozir shunday yuribman. Mashinadan daromad olishga nima deysan? Qanaqa? Yandex Prodan ro'yxatdan o'tishing mumkin. Keyin u yoqda qancha daromad qilishim mumkin? Kuniga 557 ming so'mgacha daromad olishing mumkin. Vau, rost ekansan. Va eng asosiysi taksi haydashni o'zingizga qulay vaqtda amalga oshirishingiz mumkin, a? Rostdan. Ha, endi men ham taksi qilaman. Bo'sh paytimda esa do'stlarimni uyiga borib qo'yaman. Nimaga yo'q deya olmayman, bilasizmi? Agar yo'q deb qolsam, o'rtoqlar, bugun o'zingizlar uyga ketaveringlar. Men ozgina dam olay. Endi mashina oldim deb o'rtoqlar chopish kerak-da. Ketalib ketibsan, Qo'yib boring. Bizga shalkami shu. Olib borib qo'ysang bo'lardi.